Assalomu alaykum. Asakaji sitada sizlar bilan Nozanina. Bugun Andijon viloyati professional ta'lim tizimida 25-yanvardan 25-fevralgacha Bobur oyligi deb e'lon qilindi. Bugun esa mana shu Bobur oyligining ochilish marosimida turibmiz. Qani bo'lmasam, tomosha qilamiz. Bobur oyining ochilish marosimi qanday o'tkazilmoqda? Assalomu alaykum hurmatli andijonliklar, shahrimizning mehmonlari. Mana bugun biz Andijon viloyat hokimligi tashabbusi bilan demak 26-yanvardan 25-fevralgacha bir oy mobaynida Bobur oyligi deb e'lon qilindi. Mana bugun demak Bobur oyligini birinchi kuni ochilish marosimi bo'lyapti. Bundan demak Bobur demak avlodlari barchasi Andijonga yig'ilgan. Ochilish marosimi bo'ldi. Shular qatorida men ham demak Andijon farzandi Boburni izdoshi bo'lganimdan faxrlanaman. Hammalarga rahmat. Sizningcha qanday? Shularga qo'shilaman men ham botanic guruh bilan chiroyli qabul o'tkazilyapti. Rahmat kattaga, tashkilotchilarga rahmat. Ona vatanını. Bobur oyligi haqida fikringiz? Bugun Bobur oyligini ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu tadbir juda ham ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. O'ylaymanki, mana shu Bobur oyligini juda ham chiroyli ko'tarinki kayfiyatda o'tkazamiz.